Nima bu? Qayerdan olding? Sanikimi? Aka ketdimi ko'chaga? Ha, meniki. O'zim mashinadan qo'rquvdim-da. Bolam, bu kichkina deb o'ylashi mumkin. Lekin hammasi shuni tatib ko'rishdan boshlanadi. Mana menga qaralaring, hali ham tuzala olmay yuribman. Men o'zim sallaga dars bo'lmadimmi? Hamma kasallim shundan boshlangan. Salla mendan yaxshiroq bo'lishlaring kerak. Xullas yig'ishtir, boshqa ko'rmay buni. Xo'pmi bolam? Xo'p. Bo'pti, borlaring. Alisher, to'xtab tur. Men senga yetuvdimi? Mana shu o'rtoqlarim bilan yurmagin deb. Qachongacha bunaqa qilib yurasan? Bo'ldi aka, o'zingiz bosing. Yaxshi bola bo'laman. Boshqa qaytarilmaydi. Bo'ldi. Qara lekin, yana bir marta ko'rsam, ayab o'tirmayman. Xo'p, aka, xo'p. Shundaymi? Bu yoqqa qara bolam. Bo'pti, bora qol. Adasi, nima unaqa qildingiz? Alisherniki emasdi-yu. Bilib turibman, Alisherniki emasligini. Ah bolam, agar men bo'lmay qolsam, qiynalib qoladi deb ukasi bilan. Assalomu alaykum onam. Yaxshimisiz? Bolam, bemalol o'tirib choyingni ichib olsang bo'lmaydimi? Keyin oyi, ozgina shoshyapman. Hop, qayerga shoshyapsan-ja? Borasan o'sha yoqqa. Keyin. Voy bolam, Onajonim, o'zimmi onajonim. Yaxshi o'tiring, hop. ichib olsang bo'lardi. Bo'pti aka. Tinchlikmi? Ha, ona? Nimadir bekityapsanmi? Yo'q. Nima qilyapsan? Yo'q, hech narsa bekitmayapman. Ukang yana nimadir qilib qo'ydimi? Hammasi joyida, onajon, hech narsa bekitmayapman. Hech narsa qilgani yo'q. O'g'lingiz ancha yaxshi tomonga o'zgargan. Xavotir olmang. Aldamayapsanmi? Yo'q, ne aldayman? Ko'nglim notinch. Yo'q, rostdan aldamayapman. Rostdanmi? Ha, rostdan. Xavotir olmang. Rahmat senga bolam. Boringga shukr. 2 yil haydadim-da, o'rtoq. Shu kenja kuydirgi bo'ldi-da. Bu ikkinchi mashinangmi sotayotgan? Hop, keyin nima, uyingni ham sotasanmi? Qachongacha buni orqasidan bekitib yurasan? Ey, aqllilik qilurmagan. Olasanmi, yo'qmi? Ha, kerak bo'lsa sotaman. Hozir bunaqa aqlli nasihatlar yoqmayapti. Bo'pti, mayli, hop. Uzr, o'rtoq. Gapingda jon bor, to'g'ri aytyapsan. Lekin jabrlanuvchini zo'rg'a ko'ndirdim yarashishga.
yaxshi tushungan odam ekan. Kechirdi. Agar hozir ukamni chiqarib olmasam, qamalib ketadi.